Bunun yo'q-ya, ishing 30da ochdi, balam to'y qil degan gapni qilmayman mengamsan. Voy jinam. Ha, to'yimizga oltin og'ini keldim-ku. 20 gram oltinni 40 gramga? Voy, mayli chatoq yo'q jinim, chatoq yo'q. Mayli-ku, 60 ming ko'p ol. Eli-ku 40 gram jinim osmonda ayın desam mepparim deyman. 40 gram oltin deb ketdim. Mayli, qarchoqliq. Bo'ladi. Men mesela hozir olay jinim, 40 gram oltin bilan 60 ming ko'pni tayyorlik qilay. Bo'ldi. Apa, qadriya 60 ming ko'p ol, 40 gram oltin deydi. Qarab taqig'is voyga olaylar bo'ldi. Nimda yursan sen? Oy biz oq xudbacılar bilan el naqi bo'lsin deb deyishib bo'lgan tursa. Oy 60 ming so'm pul 20 gram oltin oladigan bo'ldik qo'jinim balam. Endi bugun 40 gram deb o'zgarib olsang, oy meni qishimga ishimchi pulni hisobini berdigan. Oy hozir oltinning grami degan 200 so'm emas, balam 1000 so'mga chiqib ketdi, 1000 so'mga. Qadriyaga deb 20 gram oltin deydi, işte bo'lsin deb kichkina. Xotinni olmay turib nimanda? Qiziq-ku apasa. Men endi apam ashtaq deydi deb 40 gram oltinni 20 gram oltin ushirmayman. Mo'sha basdim, mo'sha bo'yam bilan deymanmi? Dadam qatnashmay qolsa ushqanchar nurg'un pul qolgan-ku, qiynab pullar urib qoldilar, qarindoshlar ajlab bo'ldi degan. Ne o pulni? Qarindoshlar asqatmaydi, men bir tal o'g'lonjima apa, men asqatman senga, men bir tal o'g'lon qilmay kim qilsa apa uni? Bolam. To'g'ri deysan. Men-ku hammani oshu tuqqanlarimga xashlab berdim. 130 kvadrat metr og'a uy. Uyning jongshusi. Ma to'yga ketgan pullar. Men-ku oshlarning hammasini qarindoshlarimga xashlab berdim. Voy, nimdan numus qilmaydigan nimdan yuzing yo'q bo'lib ketding sen. Meni qarindoshlarim ishlab to'tatam sen. Meni g'azabimni o'rlatmayjima bolam men deb qo'yay. O'sha dadangning qatnash vaqasiga bergan ozg'ini pulni numus qilmaymishat shu gapni deyotam sen. Tilimni qisqinma apa. Qadriyaning oldida 20 gram oltinni demayman. Agar unimisan, to'yni qilmabdimi bu? Buni yo'q-ya, ishing 30da ochdi, balam to'y qil degan gapni qilmayman mengamsan. Jure balam, 40 gram olsaqmi olayli. Aranda qavatqan to'ylar buzilib ketmisin. Kelinglar. Ameliyatdimi bag'va? 20 gram oltin bilan bir to'yliqni ravurs bir ko'tarayotgan bo'ldim. Ya adash, sizlar bizning oilani tushunmaysizlar danglar. Sizlar oltin moldundan ortiq cho'ng bo'lgan. O'zicha sizlardagilarga havas qilib yuramiz. Anqiradash. Sen menden chiqpay ekansan. Ras. Mening da hozir uy bor. Mashina bor. Balchaqalarim bor. Mal dunyorim bor. Lekin dunyolikdagi mening eng cho'ng boyliqim onam yenimda yo'q. Sening yeningda bor ekan. Agar butun mal bisotingni berirsa, onam bilan bir kundan bo'lish fursatiga ega bo'lsa desa, men ko'z qirimni yummay turib o'sha fursatni tanlayman. Seningdagi boyliq nurg'un odamda yo'q adash. To'g'ri tushuninglar. Sen hayajonlanib qoldim. Aralashmaydigan ishqa aralashib qoldim. Ya qadash, bek to'g'ri gap qilding. Ezibdimi? 20 gram oltin olamiz. Anamning degandek bo'lsin. Bolam, ras 18 ming so'mmi? Bu shunchara bir nima? Jo'masdi, ha? Yo'q, jo emas. Endi agar unda xo'schu, menami bir mo'j do'stlarim bor, o'g'illarini uy taqliq qilmayotgan. O'shlarni mashagil boshlab kelsam bo'g'idekda meni. Ha, mana ada, men sizga bir ay yurish oltin tayyorlab qo'ydim. Umum bahsi 18 ming so'm bo'ldi. Yana cho'ng zanjirdan birisi, kichik zanjirdan birisi, 2 dona bilezak, 3 dona halqa, 3 dona uzuka. Bu bizning to'yliq tavsiyalarimiz.